o'g'ri kelin. To'yimiz ham bo'ldi. Bu yog'iga endi faqat baxtli yashaymiz, shuna alaqa. Gilozni qo'yib turing. Mani bitta aybim bor. Sizga aytmasam bo'lmaydi. To'xtab tur, gaplashishga bema vaqtimiz bor. Soat necha bo'ldi? Soatim qani meni? Men sizga shuni aytmoqchi edim-da, o'zim bilmagan holda o'g'irlik qilib qo'yaman. To'xtab tur og'iz. Nima deysan? O'rta boya to'yinda sen bilan rasmga tushgani bordim-ku. O'shandan beri telefonim yo'q, ko'rmadingmi? Yo'q. Ha, to'xtab turchi. Mana qarang, tog'aynimmi? Nimada? Voy bile. Aytdim-ku, o'zim bilmagan holda qo'lim qichib o'g'irlik qilib qo'yaman. Biz sal xomish qilib qo'yimiz. Nima xomish qilamiz? Keliningizni qo'li sal egriroq ekan. Vohmaqimi? Ada qo'lingizni o'zingiz qani? Rostdan ham qani? Assalomu alaykum, adajon, choy olib keldim. Mana qara adamni. Mana. Shuni. Qattiq olding uni. Tushib qolgan ekan. Bilaman qanaqa tushib qolganini. Ada mana tushib qo'yibsiz-ku o'zingiz. 20 yil sovunlamab yetolmasdi-ba. Qanaqa tushib qolgan ekan? Mashina olgansiz, u mashinada ketaylik. Ha, bu yangi mashina bo'lsa, hali nomer taqmaganman. Ha, ko'chada gay ko'rsa shtrafnoga tiqib qo'yadi. Ha, unda nimada ketamiz? Ana taksi chaqirib qo'yganman, yur kelgan. Xotin, men seni Manhattanning Chinozor filialiga olib kelganman. Mana futbolkalarni qaragin, narxi atiga 99 ming so'm ekan. Hamma ranglari, razmerlari bor ekan. Futbolkani yarashib turishini qaragin menga. Siz uni buni qo'ying, yoz kitobchalarini qarang. Hammasi atigina 99 ming. Barsovkalar esa atigina 100 ming so'm. Bularni har xil ranglari va razmerlari ham bor. Xotin, bu chegirmalar 5, 6, 7 iyul kunlari Manhattan do'konlarining hamma filiallarida amal qiladi. Adasi, men bu loshkani qarang, tingillatib yuboraymi? Sharmanda qilasan-ku odamni. Undan ko'rasa nima kerak bo'lsa, mendan so'ragan pul beraman. Mana hozir ham ishlatib turishing uchun pul berib turaman. Qani cho'chingda hozir turibdi. Nech pul olyapsizda? Nomer taksiz mashinangizni haydasa bo'ladimi? Ha, nomer taksi bo'ldi, haydaveramiz. Unda nomer olish kerak ekan-da. Mana olga taksining puli, rahmat. Assalomu alaykum. Adasi, endi mashinangizni haydasangiz bo'ladi. Qanaqa qilib? Chunki taksi nomerini yechib oldim.